Lağman degende mana qattiq tayyorlik bilan yeymiz-mi? Sizlar lağman yegan qiyofat kirib olmanglar. Qaysi yurtning lağmani alayda o'xshaydi do'stlar, meningcha olsam dey, mening anglishimda otishning lağmanidan bekrak o'xshaydi deb anglayman. Agar boshqa yurtning o'xshavatgan lağmanlar bo'lsa, inkas rayonini qoldirib qo'yishni unutqamay, Qumildagi alayda bir lağmanni tanishib chiqaylik. Yangi ichilgan lağman hech qaysingizlar tek anglamadingizlar, atidan boshlab tijorat boshlaydi-mi? Yaxshimizlar? Yaxshimizlar. O'zlarning bu Misranninki tarmoq do'koni, Misranni hammamiz tushunamiz, bilamiz do'stlar. Misranninki yuqorida bir do'kon bor, uningdan boshqa Misran, Aramgayba, uningdan boshqa Misran. Yamirta yaqız Misran, Yunusam bata yaqotid. Yunusam bata yaqotid, uningdan boshqa Misranning tarmoqlar Shobalang markasida. Shobalang markasida shu lag'manni shu qumulga tunish uchun lag'manxona jiq qumuldi-ku. Hamda o'xshamaydi, hammamiz bir xil qilaversa bu raqobat kuchli ketib bordi. O'zimiz alaylik bir nima qilaylik debchi, hozir bir maxsus o'zim o'rimchiga chiqib, o'rimchim shu toksin jo'xa bermagan. Ashani jami agalda qo'yagichu. Ashun bifans lag'manlar chiqdi, 6 xil lag'man chiqdi. Lag'mandan boshqa hech narsa chiqmaydi. Boshqa so'miyan dangning o'rtaga chiqqan tamoqchimaydi. Lag'manlar. Lag'manlar yeydigan do'stlar bo'lsa, bizning shu Shobalang'za lag'manxonasiga kelsingizlar bo'lgan. Bu yerda 6 xil lag'man chiqgan. Uning ichida ashay qarsam lopayzi suyru lag'man bor ekan, quyruq lag'man bor ekan, qo'rsoq lag'man bor ekan, qo'y go'shti alayda lag'man bor ekan, undan boshqa lopiz lag'man bor ekan. U lag'mandan boshqa kabob yemanmi, uni buni yemanmi, undan boshqa pul qashlab ketaman deb azirmizim bo'lgan. U lag'mandan yerda ketgan lag'manga hammamiz amroq ba'zi bir vaqt lag'man yesak tomoq yegandek bo'lmaymiz. Ammo lekin ağzımızın tetigidek lag'manning bo'lishi intayin mumkin. Çünki men Qashqarga borganda ashta bir lag'man yegan. Ham shu og'zimda qattikanda hozirgachilik men bu Qumilda unchalik lag'manxona ichilganini yoki bo'lmasa ashta o'xshagan lag'man yapaqmadim. Ham bugun bu lag'manxonaga tashviqotga keldik. Ham shu lag'manni bir tetib baqayningmi? Bo'ldi. Ko'rib anandan keyin shu o'zlariniki cho'qim yaxshi faoliyatlar bor. Bu faoliyatda o'zimiz o'ylaganimiz shu yaqinda bir masalan bunda a'zo kartasi bijirish va yoki shu o'z bahasini qilish bir faoliyatni qo'ydik. Buningda shu ijro qilishdan 20, 21, 23 kun shu a'zo kartasi bijirgan holatda a'zo kartasi uchun buningga 19 pul to'laydi. Bu holatda unga ashunda bijirganlar masalan asbas 35 koy. Biroq a'zo kartasi bijirgan vaqtda 28 koy yelaydi. 3 kun ichida 28 koy yarım 14 koy yarım bağ. 28 koydan mı yarım 14 koy? 14 koy. Ha şu 3 gün 20 21 23 gün. Ha muşalet. 3 günden keyin anondan keyin 35 koyluq lag'manni 28 koy ha şu için. Ondan başqa anlasam şu lag'manxonaning yana tarmoq do'konlari bir qancha jumu bir emas bir qancha tarmoq do'konlari ochilish oldi turib o'tibdi. Shu lag'manlarni shu lag'manxonaga berib shu bir do'kon bijsa, ha to'g'ri. Bir do'konni bejarsangiz boshqa do'konda o'rtaq ishida ekansiz. Masalan, Tötko'chida yegingiz kelgan bo'lsa, Tötko'chida yuqoriga chiqib yegingiz kelgan bo'lsa, yuqorida boshqa yerda yegingiz kelsa, qaysi to'g'ri kelsa shu do'konga berib, shu bir tal a'zolik kinishkisi bilan shu a'zo bahada yelaydi ekansiz. Amsi biz lag'manni yetib yapaqaylik. Şu 28 ko'yluk lag'man bor, ishta qo'yganda. Ben qilishunaqmi ya buningdagi xaridorlar kelsa musholat chiqamdi. Hammasi mashaq chiqdi va bu 28 ko'yluk lag'man ko'laysin. Jaminizlar qo'shib ko'laysiz o'xtaydi. Turmasam deb yapaqaya. Bu bir qarsamlar. Mening go'shti qaranglarjimi bir go'sht quyruq lag'man degan shu. Ikki tamom pishmaydi. Lag'manni so'yoqchiman. Va haddi ziyada ortiqcha maqtab yoki e'lon tashviqot qilish uchun men maqtab kelganim emas. Haqiqatan lag'manda bu sayda so'yoq, ammo uni o'zinglar ko'rdinglar qanchalik tirik payz chiqqan. Lag'manda qat'iy so'yoq. Faoliyatimiz 3 kun faoliyat. 3 kun faoliyatda 20, 21, 22 saat 3 kun faoliyatda faqat 19 koy bilan qo'ygan bo'vasanglar shu 3 kunda shu 35 ko'yliq lag'manni 14 koy yeysizlar. Undan keyingi vaqtlarda 28 koy yeyalayotgansizlar. Amsa biz To'tko'cha Misran Yanshezi Xo'g'orninki yeni joylashgan Balang'za, shu Balang'za lag'manxonasi bilan saqlaymiz. Tilaqatim Mahmazon ko'rishaylik, xayr xo'sh.